maskamiz prям реальный must have hamma uchun. Вот реально hammaga yoqadigan maska shu bo'ladi deb o'ylayman. Ko'z aknelarga, ровный tonga, poralarga, salinichlarga yordam beradigan единственный maska men uchun. Peeling sifatida bugun ham sizlar bilan buni ishlatib ko'ramiz. Itak peeling sifatida yuzlarga yaxshilab siqib chiqazib olasizlar. Va barmoq bilan xohlasanglar ложечка mana bo'ladi-ku, специальный maskalarga nima deyiladi? Kistочка bo'ladi. Ложечка. И shunaqa qilib распределить qilib chiqaman. Buni hidi menga rosam yoqadi. Shirin hid. Ну, цитрусовыйlarni hidi. Ichida shunaqa частичкалар bor. Прям как будто бы mandarinmi, живой mandarin buni ichida. Maza qilib shuni surib olamiz. Spa домашних условиях. Men где-то 1-2 minut kutaman, yaxshilab ko'pirib oladi va keyin massaj qilib tashlayman buni. Pandachiga o'xshab qoldi. Что это? Уже 2 minutda ko'pirishga boshlab ketdi уже masaga. Вот. И eng yoqtirgan joyim bu maskani shunaqa qilib ketkazish. O'z ko'rasizlar. Maza qilib o'tiraman shunaqa qilib qarang. Shu bu tarafda yo'qotdik. Bu tarafimizni o'tib olamiz. Bu tarafimizni ham shunaqa qilib massaj qilib chiqamiz. Tam peelingni qilib o'rinlarimizni ham chiqazmaymiz. Voy. Va bu joyimiz yana o'zi ko'pirishga boshladi. Shuni maza qilaman. Bu tarafimni yaxshilab birinchi boshda tozalab olaman. Shu, mana o'ng tarafni tozalab olamiz. Keyin o'sha bu tarafga o'tib olaman. Bu tarafga ketkazishga boshlayman. Ko'pikchalarni. Все, endi yana bu tarafimiz oq bo'lib qoldi. Sal kuchli boyagidek ko'pirib chiqadi. Nima buni kutmayman, yana peeling qilaveraman. Qasam o'ylayman, qachon o'sha narsa tugaydi. Ko'pirishni, lekin nima taqal tugamagan. O'sha shunaqa eksperiment qilib ko'rganman, umuman tugamaydi ko'pirish. Yana. Shu bo'ldi, massaj qilishni tugatdim. Buni endi yuvorsak bo'ladi iliq suv bilan. Bu maskadan keyin yuzida shunaqangi yaltirab turadi. Maza qilaman shu effekt ko'rganimda.